Nimada? Bolalarni himoya qilmoqchi bo'lgan ekanda. Dushmanlarimizga yaxshi ko'rinmoqchi bo'ldi-ku. Ana shunda Alloh taolo ushbu oyatni nozil qildi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Ey iymon keltirganlar, mening yo'limda jihad qilib, mening roziligimni istab chiqqan bo'lsangiz, mening dushmanlarimni va o'zingizning dushmanlaringizni do'st tutmang. Sizlar ularga do'stlik qilasizlar, ular esa sizlarga kelgan haqqa kufr keltirishadi. Robbingiz Allohga iymon keltirganingiz uchun rasulni va sizlarni haydab chiqarishadi. Siz esa ularga do'stlik qilib sir aytmoqdasiz. Holbuki men nimani yashirib, nimani oshkor qilganingizni yaxshi bilurman. Sizlardan kim bunday qilgan bo'lsa, batahqiq to'g'ri yo'lda adashibdi. Mumtahana surasi 1-oyat.